Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Gretsiyaning Antiparos degan arlida. Bu aral biz turadigan Paros arlining qarshi tarafiga joylashgan. O'zi kichik, lekin kishini shundoq jalb qiladi. Ilgari bu yerga kelgan vaqtimda sizlarga bir necha asarni o'qib bergandim. Bu qitimmi alohida bir asarni olib keldim. U bo'lsa-mu qadimgi Uyg'urlarning tarixiy dastoni O'g'iznoma degan bu kichik kitobcha. Uyg'urlar yozgan nurg'un adabiy asarlarda O'g'iznomidan deb ba'zi ariyalar elinadi. O'ylab baqsam, munbirimizda texi O'g'iznoma dastonini bir to'liq o'qib bermabdimi. Shunga bu qitim bu yerga kelgan vaqtida o'qib beradigan asarlar qatorida buni tanlagandim. Bugun fursat bo'ldi. Uning ustiga shunday chiroyli kun, quyosh beshimda turibdi ana. Shunga shular bilan kiyib oldim. Ana go'zal manzaralar bilan bugun hozirlarga sundig'im O'g'iznoma nomli tarixiy daston. Bu kichik kitobcha bir necha bo'limga bo'lingan, muqaddima qismi, tarjimasi, izohatlar deganga o'xshash. Bu muqaddima qismida Uyg'urlarning tarixi haqida biroz tushunchalar berilibdi. Men bu haqdagi mazmunni yanala dangliq tarixshunos marhum Turg'un Almasning Uyg'urlar degan kitobidan o'qib berishni texim muvaffaq ko'rdim. Bugun faqat shu dastonni o'qib beraman. Xo'sh. Biroz tushuntirib qo'ysam, bu tarixiy daston 2 bo'limga bo'lingan. Birinchi bo'limi qadimgi Uyg'urlar orasida tarqalgan o'z millatining kelib chiqish manbasi, dunyoning yorilishi haqidagi afsonalar va ba'zi qadimgi urf odatlar aks ettirilgan birinchi qismida. O'g'izning 6 o'g'lining ismining kun, oy, yulduz va ko'k, tog', dengiz deb qo'yilishi qadimgi Uyg'urlarning dunyoning yorilishi to'g'risidagi ko'z qarashi bilan munosabatli. Tarixiy dastonning 2 qismida asosli holda O'g'izxonning urushqa atlanish faoliyatlari bayon qilindi. Shubhasizki, bu voqeliklarda ma'lum darajada tarixiy voqeliklar aks etilgan. Qisqasi, tarixiy dastonning bu qismida tilga ilingan nurg'un davlat va qabila nomi ma'lum darajada ayni zamondagi Uyg'urlarning o'z atrofidagi boshqa millatlarga bo'lgan tushunishi va ular bilan bo'lgan munosabatini aks ettiradi. Bo'ldi, amsa boshlab etdim. Ashundoq bo'lsin deyishdi. Uning turqi mana mundoq. Buqining rasmi chizilgan. Shundan keyin shodliqqa muyassar bo'ldi. Bir kuni Ayxonning ko'zi yo'ridi. U bir o'g'il tug'di. Bu o'g'ilning yuz chiroyi ko'k edi. Og'zi cho'g'daq qizil, ko'zlari hal, sochlari, qoshlari qora edi. U hur parilardan chiroyliroq edi. Bu o'g'il onasining o'g'zini bir qitim emibla, ikkinchilab onasini ammadi. Xom go'sht, osh, may so'radi. Tili chiqishga boshladi. 40 kundan keyin cho'ng bo'ldi, mangdi, o'ynadi. Uning puti buqi putidek, beli bo'ri belidek, mo'risi qora bulg'un mo'risidek, ko'ksi eyiq ko'ksidek edi. Butun badanini qo'yuq tuk bosgan edi. U yilqilarga qaraydi, otlarni minatdi, ovlaydi. Kunlar o'tib, tunlar o'tib, u yigit bo'ldi. Bu chaqda bu yerda bir cho'ng o'rmon bor edi. Uningda ko'p daryo iqlimlar bor edi. Bu yerda yovvoyi hayvonlar ko'p edi.
Qushlar uchishib yuratdi. Bu o'rmon ichida cho'ng bir qiat bor edi. U mol chorva va xalqning jiniga zomin bo'lgan intayin vahshiy bir hayvon edi. U al jamoatga zo'r jabr jafo keltirgan edi. O'g'iz Xaqon bir botir odam edi. U bu qiatni ovlamoqchi bo'ldi. Kunlarning birida u ovga chiqdi. Nayzi elib, o'q yo elib, yana qilich elib, qalqon elib otlandi. Bir bug'a ovladi. U bu bug'ni talning chiviqi bilan daraxtga bog'lab qo'yib ketdi. Atsi tong atqanda kelganida ko'rdiki qiat bug'ni elib ketibdi. U yana bir eyiq ovlab, uni oltin balbig'i bilan daraxtga bog'lab qo'yib ketdi. Ikkinchi kuni tong atqanda kelganida ko'rdiki qiat eyiqni elib ketibdi. U heliqi daraxtning tuvida turganida qiat kelib beshini o'g'izning qalqiniga urdi. O'g'iz naysisini qiatning beshiga urdi. Uni o'ldirdi. Qilish bilan beshini kesdi. Uni elib ketdi. U yana kelganida ko'rdiki bir shunqar qiatning ich bag'rini yeb turgan. U shunqarni o'qya bilan o'ldirdi. Uning beshini kesdi. Ondan keyin u aytdiki, "Qarang, mana bu shunqarning turqi." Qiat bug'a yedi, eyiq yedi. U garchi to'mirdek qattiq bo'lsa-mu, nayzam oxiri uni o'ldirdi. Shunqar qiatni yedi. U garchi shamoldek tez bo'lsa-mu, o'qyayim oxiri uni o'ldirdi. So'zlab bo'lib ketib qoldi. Mana bu qiatning turqi. Kunlarning birida O'g'iz Xaqon bir yerda Tangriga seg'inib atqanda, atrof qorong'ulashib, osmondan bir ko'p yorug' tushdi. U kundanmi nurliqroq, oydinmi yorug'roq edi. O'g'iz Xaqon uning yeniga berib qarasa, bu yorug'ning ichida bir qiz tanha o'ltirgan. U sahib chamal bir qiz edi. Uning peshanasida cho'g'dak paqiraq beni bo'lib, xuddi temir qo'ziqqa o'xshaydi. U qiz shundoq go'zal ediki, u kulsa Tangrimu kular edi. U yig'lasa Tangrimu yig'lar edi. O'g'iz Xaqon uni ko'rganida butun badanini titrak besib, hushidan ketdi. Uningga ko'yib qoldi, uni oldi. Uning bilan birga yotdi, tilikiga yetdi. U qiz ikki qat bo'ldi. Kunlar o'tib, tunlar o'tib, uning ko'zi yo'ridi. 3 o'g'il tug'di. Tunjisiga kun deb, o'ttiranchisiga oy deb, kenjisiga yulduz deb ot qo'ydi. Bir kuni O'g'iz Xaqon ovga chiqdi. Oldidagi ko'lning o'ttirisida bir tüp daraxtni ko'rdi. Bu daraxtning kobikida bir qiz tanha o'ltiratdi. U intayin sahib jamal edi. Uning ko'zi osmondanmi ko'krak, chechi suv iqimidek, tishi unchidek edi. U shundoq sahib jamal qiz ediki, yer jahondagi kishilar uni ko'rsa, jonni oladigan derlar edi. Süt qimizga aylandi. O'g'iz Xaqon uni ko'rganida hushidan ketdi. Yuragiga o't tushdi. Uningga oshiq bo'ldi. Uni oldi. Uning bilan birga yotdi. Tilikiga yetdi. U qiz ikki qat bo'ldi. Kunlar o'tib, tunlar o'tib, u yangidi. 3 o'g'il tug'di. Tunjisiga ko'k, o'ttiranchisiga tog', kenjisiga dengiz deb ot qo'ydi. Shundan keyin O'g'iz Xaqon cho'ng to'y berdi. El jamoatni taklif qildi.
ular kelip qatnaşdı. 40 şire, 40 orunduk yasatdı. Köpçülük türlük nazi nimetni yeyişti. Türlük məy şaraplar içişdi. Toydun keyin Oğuz Hakan bəylərgə və əl cemaətgə yarlıq düşürüp mundaq dedi. Mən silərgə boldum Hakan. Elinglar ya bilen qalqan. Tamğı bolsun bizge buyan, kök börü bolsun hem uran. Tömür nəyzilər bolsun orman. Ovluqda yürüşsün mal ravan. Hem aksun derya ve ekin. Kuyaş tuğ bolsun asman korgan. Andın keyin Oğuz Hakan tərəp-tərəpke yarlıq çıkardı. Mektup yazıp elçilerden əvətdi. Bu mektupta mundaq deyilgen. Mən Uygurlarının hakanı mən bütün cahanның hakanı boluşum gerek. Mən silərinin mağa boy sunuşunlarını sorayman. Kimki menin ağzımga baksa, mən onunğa tartıq tartıp, onun bilen dost boluman. Kimki ağzımga bakmışsa, gazap bilen leşker tartıp, onu özümge düşman tutuman. Leşkerlerim hemmeli yerde silerini yoktudu. Bu çağda oң tarafta Altın Hakan degan bir Hakan bar edi. Bu Altın Hakan Oğuz Hakanға elçi əvətib, nurgun altın kömüş, nurgun yaqut, üncü mərvayetini soğu qılıb Oğuz Hakanға beqindığalıqını bildirdi. Oğuz Hakan onun yaxşı bəyləri bilen dostluq münasibət ornatdı. Altın Hakan bilen dost boldu. Sol tarafta Urum, yani Rim degan bir Hakan bar edi. Bu Hakanның leşkerleri ve şəhərləri nurgun edi. Bu Urum Hakan Oğuz Hakanның yarlıqını qobul qılmadı. Onu hürmetlep aldığa barmadı. Bu sözlerge pisan qılmayman dep yarlıqı boysunmadı. Bunun bilen Oğuz Hakanның gazıbı kelip onunğa asker çıqırışqa tayarlandı. Toğularını kötürüp askerlerini başlap atlandı. 40 günden keyin Mustaq degan tağının bağrığı yetip bardı. Ceder tikip şuk bolup uxlaşdı. Taң süzülgende Oğuz Hakanның çederiga kündek bir yoruq düştü. O yoruq içidin köktüklük, kök yayılıq, çoğun bir erkek böre çıktı. Bu böre Oğuz Hakanға mundaq dedi. Hey Oğuz sen! Urumğa asker çıkarsan, mən aldыңlarda yol başlap mağaman. Şundan keyin Oğuz Hakan çederlerini yığıp atlandı. Qarasa, leşkerlerinin aldıda kök tüklük, kök yayılıq, çoğun bir erkek böre yol başlap meňe batkan. Bunun bilen ular böğürünün keynidin ägişi elgerledi. Bir neç günden keyin kök tüklük, kök yayılıq bu çoğun erkek böre yoldan toxtadı. Oğuzmu leşkerleri bilen birge toxtadı. Bu yerde İtil degan bir daryo bar edi. İtil daryosының qirg'iqidagi qara tağ bag'rida qattiq urush bo'ldi. İki qo'shin arsida nayti ko'p jiddiy urush bo'ldi. Urush el jamoatning ko'ngliga ko'p qayg'u soldi. Urush shunda qattiq bo'ldiki, İtil daryosining suyi qip-qizil sirg'a aylandi. Oğuz Hakan yendi. Urum Hakan kaçtı. Oğuz Hakan Urum Hakanның hakallıqını aldı. El cemaatini özüge qarattı. Nurgulğan cansız ve canlıq ganimetler Oğuz Hakanның ordısıga kirdi. Urum Hakanның bir qeyrindişi bolup, onun ismi Urusbek edi. Urusbek oğlunu çoğunqur xandak bilen oralgan, şəhərini qoğdaşqa əvətdi. Hem de oğluğa şəhərini qoğdışın kerek. Uruş başlanğandan keyin mi şəhərini qoğdap qilishing kerek dedi. Oğuz Hakan aşu şəhərge atlandı. Urusbeginin oğlu Oğuz Hakanға nurgun altın kümüş əkeldi. Hem de
sen mening haqanimsan. Atam bu shaharni manga bergan, hamda shaharni qo'g'dishing kerak. Urush boshlangandan keyinmi shaharni qo'g'dab qilishing kerak degan. Agar atam xafa bo'lib qolsa, mening holim qandoq bo'lur? Men sening yorliqingni ijro qilishga tayyorman. Bizning baxtimiz sening baxting, bizning uruqimiz sening daraxtingning uruqidan. Tangri sana bütün zaminni ato qilmoqda. Mening jismim va baxtim sana mansub. Men sana tortib turib, do'stlikdan chiqmayman, dedi. O'g'iz Xaqonga yigitning so'zi yoqdi, shodlanib kuldi. Hamda "Manga ko'p oltin taqdim qilibsan. Shaharni yaxshi saqlabsan", dedi. Shunga uningga saqlab deb ot qo'ydi. Uningga do'stlik qildi. Shundan keyin O'g'iz Xaqon lashkarlari bilan birga Itil daryosiga keldi. Itil daryosi cho'ng bir daryo edi. O'g'iz Xaqon uni ko'rib aytdiki, "Itilning suyidan qandoq o'tarmiz?" Lashkarlar ichida Ulus O'rdabek degan bir yaxshi bek bor edi. U qobiliyatli va aqlli odam edi. U bek daryo bo'yida nurg'un tol yog'ochlarining turganligini ko'rdi. Buning bilan heliqi bek shu yog'ochlarni kesdi. Uni suvning ustida laylatib, o'zlari uning ustiga chiqib, Itil daryosidan o'tdi. O'g'iz Xaqon shodlanib kuldi. Aytdiki, "Hey, sen bu yerga bo'lgan bek, Qipchoq sana ot bo'lsin." Ular davomliq ilgirlab mangdi. Shundan keyin O'g'iz Xaqon yana heliqi ko'k tüklik, ko'k yoyiliq erkak bo'rni ko'rdi. Bu ko'k bo'ri O'g'iz Xaqonga aytdiki, "O'g'iz, endi lashkarlaringni boshlab bu yerdan qo'zg'al. Sen el jamoat va baglarni boshlabman. Men sana yo'l boshlabman." Tong atqanda O'g'iz Xaqon erkak bo'rining lashkarlari oldida yo'l boshlab ketib borganligini ko'rib shodlandi. Hamda davomliq ilgirlab mangdi. O'g'iz Xaqon bir chipar ayg'ir otga minatdi. U bu ayg'irni intayin yaxshi ko'ratdi. Yo'lda bu ayg'ir ko'zdan yutdi. Bu yerda egiz bir tog' bor edi. Uning ustida to'ng muzlar bor edi. Uning cho'qqisida oppoq qorlar bor edi. Shunga bu tog' muz tog' deb ataladi. O'g'iz Xaqonning eti muz tog' ichiga kirib ketdi. Buning bilan O'g'iz Xaqon uzungacha azob chekdi. Lashkarlar ichida pastlik va tambal bir bor edi. U hech nimadan qo'rqmas, botir odam edi. Janglarning sinoqlariga bardoshlik bergan odam edi. Bu odam otni izdigli toqqa kirdi. 9 kundan keyin O'g'iz Xaqonga ayg'irni hozir qildi. Mustaq intayin so'g' bo'lg'ashqa bu bagning bütün et jonini qor muz qoplagan edi. O'g'iz Xaqon xursand bo'lib kuldi. Aytdiki, "Hey, sen baglarga bo'lg'in boshliq, mangulik ism bo'lsin sana qorliq." Hamda uningga nurg'un dunyo taqdim qildi. Yana davomliq ilgirladi. U yo'lda iyiz bir uyni ko'rdi. Bu uyning temi oltindan, to'ngliki kumushdan, ishki to'mirdan yasalgan edi. Ishki qulplangan bo'lib, ochqichi yo'q edi. Lashkar ichida bir chivar ustam bor edi. Uning ismi To'mirdu Qog'ul edi. O'g'iz uningga, "Sen bu yerda qol, ishikni och. Ishikni ochgandan keyin o'rdaga qaytib bor", deb yorliq tushirdi. Hamda uningga Qalach deb ot qo'ydi. Yana davomliq ilgirladi. Bir kuni ko'k tüklik, ko'k yoyiliq erkak bo'ri yana yo'ldan to'xtadi. O'g'iz Xaqonmi yo'ldan to'xtab chedarlarini tikdi. U terilmagan tuzlanglik bir yer bo'lib,
Churchit deb atılatdı. Onun el cemaati köp, yerleri keng edi. Bu yerde yılqılar, pada kalalar, altın, kümüş, üncü mervayitlar köp edi. Churchit Hakan ve el cemaati Oğuz Hakan'a karşılık bildirdi. Uruş başlandı. İki taraf oq çıkarıp, kılıç uruşup can kıldı. Oğuz Hakan Churchit Hakan'ı yendi. Onun beşini ilip öldürdü. Churchit'nin el cemaatini öz ağzıga qarattı. Uruşdan keyin Oğuz Hakan'ның leşkerleriga, nökerleriga ve halkıga şundaq köp ganimetler düştü ki, onu toşuşqa şunçala at, qıçır, kalalar azlık kıldı. Oğuz Hakan'ның leşkerleri içinde yaşanğan bir çever kişi bar bolup, onun ismi Barmaqlıq Yosun Billik edi. Bu çever adam bir igiz harviyasıdı. Harbi üstüge cansız ganimetlerini kaçıladı. Harbinin aldığa canlıq ganimetlerini koştu. Ularga harbini tartqızdı. Nökerler, el cemaat bunu görüp hayran boldu. Ular mı harviyasıdı. İgiz harvı manganda kanğa degen avaz çıqatdı. Şoңlашqı onunğa kanğa dep at koydu. Oğuz Hakan kanğalarını görüp köldü. Eytdi ki, kanğa bilen cansız ganimetni canlıq ganimet söyrep maňa eken. İgiz harvini mängü unutup kalmaslık üçün kanguluq sana at bolsun. Sözün tügütüp yürüp ketdi. Andan keyin Oğuz Hakan yana köktüklük, kök yaylık erkek böğrü bilen billa Sindu, Tangut, Şagam taraflarga yürüş kılıp bardı. Köp uruş ve toqunuşlardan keyin o jaylarni işgal kıldı. Hem de o yerlerini öz dövlet teritoriyasiga qo'shdi. Unutup kalmaslık gerek. Janup tarafta Barqan degan yerning barliqini bilish gerek. O yer naiti munbat ve ıssiq yer ekan. O yerde hayvanatlar ve kuşlar köp ekan. Altın, kümüş, boyliq köp ekan. O yerdeki xalqlarning chiroyi qap-qara ekan. Hakanның ismi Masar Hakan ekan. Oğuz Hakan şu joyga atlandı. İntayin qattiq urush boldu. Oğuz Hakan yendi. Masar Hakan qaçtı. Oğuz Hakan bu yerini işgal kıldı. Bunundan onun dostları xursand boldu. Düşmanları zar qaqşıdı. Oğuz Hakan onu yengendin keyin bütmez tügümez baylıqqa ve mal çarvıga ega boldu. Hem de ularını öz eliga toşup ketdi. Unutup kalmaslık gerek. Kişilerge bildiriş gerek. Oğuz Hakan'ның yanında ak sakallık, muz çaşlık, kabiliyetlik bir qeyri kişi var edi. O bilermen ve lilla vezir edi. Onun ismi Uluq Türk edi. Günlerinin biride o çüşüde biri altın yağ bilen 3 kümüş ok gördü. Bu altın yağ gün çıkıştın ta gün petişkice sozulgan edi. 3 kümüş okның uçı şimalını körstüp duratdı. Uykudan keyin o çüşüge keşkellerini Oğuz Hakan'a eğitip mundaq dedi. Hey Hakanım, sana uzun ömür yar bolsun. Hey Hakanım, senin el nizamınga adalet yar bolsun. Kök Tangri çüşümde berdi maňa işaret. İşgal kılgan yerlerin uruğuğa bölüp bersin dep. Oğuz Hakan Uluq Türk'nің sözünü anlap intayin xursand boldu. Hem de etkining kelsin dedi. İkinci günü taң atqanda ballarını çağırıp keltirip etdi ki, hey oğullarım, ovni köңlüm tartıp turudu. Yaşınıp kalğanlığım üçün ovga çıkışqa çamım yetmeydi. Gün, ay, yulduz, üçünlar taң atar tarafki beringlar.
Osmon, tog', dengiz. Üçünglar tün qarang'usi tarafga beringlar. Buning bilan uchaylan tong atar tarafga. Qolgan uchi tün qarang'usi tarafga ketdi. Kun, ay, yulduz, nurg'un hayvon va qushlarni ovladi. Hamda yo'ldan bir oltin yana tepib oldi. Shundaqla uni otasiga topshirib berdi. Oğuz Hakan şatlandı. Hamda oltin yani 3 bo'lakka bo'ldi va aytdiki: "Hey, yenimdan bir kepenek uchib ketdi ko'zimni." Mayani qayta o'qay. Oğuz Hakan şatlandı. Hamda oltin yani 3 bo'lakka bo'ldi va aytdiki: "Hey akalar, bu ya sizlarga mansub bo'lsin. Sizlar yog'i o'xshash o'qni ko'kkicha etanglar." Yana shundan keyin osmon, tog' va dengiz, nurg'un hayvon va qushlarni ovlagandan keyin yo'ldan 3 kumush o'q tepib oldi hamda uni otasiga topshirib berdi. Oğuz Hakan şatlandi hamda o'qlarni 3ga bo'lib berdi. Aytdiki: "Hey inilar, bu o'q sizlarga mansub bo'lsin. Ya o'qni to'g'irlaydi. Sizlar o'qqa o'xshash yaga bo'ysuninglar." Shundan keyin Oğuz Hakan cho'ng qurultay chaqirdi. Nökarlarini, el jamoatni chaqirdi. Ular kelib ba maslahat o'ltirishdi. Oğuz Hakan cho'ng chedirda. O'ng tarafiga 40 g'ulashliq uzun bir yog'ochni qadab turdi. Uning uchiga bir oltin to'xini asdi. Uning tuviga bir oq qo'yni bog'ladi. Sol tarafiga 40 g'ulashliq uzun bir yog'ochni qadab turdi. Uning uchiga bir kumush to'xini asdi. Tuviga bir qora qo'yni bog'ladi. O'ng tarafda buzuqlar o'ltirdi. Sol tarafda 3 o'qlar o'ltirdi. 40 kech kunduz to'y bo'ldi. İçishdi, yeyishdi, xursand bo'lishdi. Shundan keyin Oğuz Hakan o'g'illarga yurtni ulashtirib berdi. Aytdiki: "Hey o'g'illarim, men ko'p yashadim. Ko'p urushlarni boshdan kechirdim. Ya bilan ko'p o'q atdim. Ayg'ir bilan ko'p yo'llarni kezdim. Düşmanlarni zor yig'latib, do'stlarni shod aylatdim. Tangri oldida majburiyatimni ado qildim. Endi yurtni sizlarga bo'lib beraman." Tegedi. Mana bu Oğuz nomining bizgacha yetib kelgan shakli tushuntirishga qaraganda bu Oğuz nomininki bosh qismi va oxirgi qismlari tepilmagan ekan. Bu kitob 1980-yili Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Yuqorida deb o'tganimdek Oğuznoma dastoniga munosabatli tafsiliyroq uchurlarni men bizning donliq tarixshunos olimimiz marhum Turg'un Almasning Uyg'urlar degan kitobidan o'qib huzuringizga sunaman. Ma'qul amsa bugungi kitob o'qishimiz shunchalik bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'laylik. Quyosh yanılam shunday kuchli. Ajoyib go'zal, ha? Manzarlar. Ma'qul amsa. Xayr xo'sh, omon bo'laylik.